hafta oldin homila bor yo yo'q aniq aytilmaganda shu. Mana bolajoningiz yotgan ichida. Ha, mana shu sizni bolajoningiz. Chiroyli joylashib o'sibdilar o'zi. Shu 2 hafta ham bo'lgan bu chizda. Prosta topisha olmagan shekilli. Ha, shu keyin topisha olmadim. Ba'zi bir bolachalar bo'ladi-da, shunday bekinishni yaxshi ko'radigan. Lekin baribir topib olamiz bunaqa. Shunday ko'radi. Ha, lipillab yotib kerak mana shu sizni. Shu 6 haftalik-da. Da, уже 6 haftalik bo'libdi bu. Bolachingiz kattagina odamcha bo'lib qolibdi o'sha. Tepadan roza bekindi. 5 hafta-yu 5 kun ekan. Gazlaringiz bo'lganligi uchun embrionchani ko'ryapsiz, qanaqa kichkinada hali yirik yurishi. Shuning uchun nezametniy bo'ldi. A tak bizada sersebiyaniyamiz bor. Juda ham yaxshi yopishganmiz matkan ichida.